emas birdamlik. O belki baylık, ya hatırcanlık. Meyuslanma acır mihnette, bulmaz etken her eşim tenlik. Yıkılırsan biri jülaydı, acır bilen hayat gülaydı. İşenç bilen baksan adiye, yıllar alğanaydı. Baxıt her kimning ko'zida har xil. U bir odam yoki bir bursan. Baxıt qanoatdir bilgin. U bir didor yoki bir talxa. Üstündeki arkalık çaş alaysiz. Fakat 5 minutlam ak çaşını qar çaşqa aylandıra alaysiz. Xaxın xeyci sizni köznek aptiti aldı xas qoyuladigan qani ko'ramiz filmini ko'rishga taklif qiladi. Alayda a'zo bo'lsangiz har xil mazmunlardan oldin bahramand bo'la olasiz. Otur. Zor ümit batı. Ha. Bunun çokum Abbas bir yılışıldı odadı. 伤悲，寂寞的酒杯让春来陪。走。Uygandınız mı? Oy. Siz bu yerni mi qilsiz? Akşam kısına yadınız yok mu? Ha? Beşiniz akamattamdı. Mening ishim bitti, maqash turay. Hay neygi barsız? Hay neygi barsız deyman? Hay neygi barsız deyman? Hay tozum ben. Tozum. Siz to'r taksisimi? Ha? Men to'rni tez uqib ketmayotganman, meni birga apirib qo'yamsiz. Ma'qul, qani chiqing. Tog'a, siz nega borsiz? Uyga qaytmay balam. Nima degan aldirashchilik.
Atdiganda mesa bankaga beribdimi? Mana endi do'stimning uyidan chiqyaptimi? Uyingiz qayerda? Shisan tarafda. Shiysan, ma'qul. Tezroq ma'amsa. Ma'qul. Qarasam bek aldirashda qilsiz. Jiddiy ishingiz bormi? Boshqa ish yo'q. Shu tuniga bir telefon qildik-a. Meni mukofotga erishdingiz deydi. Shu 400 ming pulga mukofotga erishibdimi? Bugun ham bosh topshirdi ekanman. Kechgacha 400 ming pul kartam kirdigan o'xshaydi. Mukofotga? Qanday mukofotga erishibsiz? Sana tepsi deb yemay. Ish qilib men telefon bilan qisqachonni topshirib ep bo'ldim. Ham o'g'limning to'yini qilay deb uy sotmoqchidim. Lekin pul yetmay turgan vaqtida o'ylamgan yerdan bu birinchi darajalik mukofotga erishib qaptimi qara. Nima degan yaxshi bo'ldi bu ishlar. Tog'a, mukofot pulini bosh pulni tutib bo'lib, ondan sizga urib bermamdikan? Nemishqa bosh pulini oldin topshirg'izdi? Sen tushunmaysan-da. Oldin qatam o'g'lim o'g'lash o'rnini setib olgan vaqtida bizning o'yinning telefon nomerini qoldirib qo'yibdi ekan. Ham bular bugun faoliyat qilib, mening telefon nomerim mukofotga erishib qapti. Tog'a, yanıla ko'proq ehtiyot qiling. Hozir aldamchilar chiq. Nada bundaq oson ish bo'lsin. Sen tushunmaysan dedim-ku. Ular degan samimiy tijara qilgan odamlar. Bo'lmasa o'g'limningki menga o'g'lash o'rnini setib olganligini qanday biladi? Hamda agarchanda meningki uyamningki nomerini bilmagan bo'lsa, qandaqsiga menga telefon qildi? Men bu shularning degani bo'yicha ish qilyapman-da. Menimcha yanada ishonchli emas. Tog'a, musha shumi? To'g'ri. Shu. Ma'qul. Bo'ldi. Yashadi. Ma'qul. Ma'qul. Rahmat sana, Rahmat. Tog'a, men taksi chopri. Oy, sen kelsan qo'y. Ketmay, egishib kelsan qo'y yana. Men siz bilan ozroq paranglashaydigan. Bo'ldi, sen qayta bo'ldi, sen bilan paranglashqim yo'q meni. Tog'a, men sizga bir ishni aytib beray. Siz ondan mukofotga erishishingiz to'g'riliq yana bir o'yinib ko'ring. Bo'ldi. Sen go'zal, meniki mukofot erishganim ko'zim qizarib yotibdi-da. Undaq emas, tog'a. Mening bir savodishimning dadisimi mukofotga erishdim deb aldamchiga yo'liqib ketgan. Bu ishni bek ichiga ep ketdi, uzun o'tmayla o'lib ketdi. Bo'ldi, kira. Yağınlar, o'xshash kim kiysak nim bo'pti. Kiymayman. Sen kiysancho, Ilina bilan kiy. Sho'g'on bo'lib o'xshash kiyim kiyib juramdi quda. Adash, kim buniki elutaylar. Bek satga kiymayman. Sana yarışır lekin. Sen kiy. Endi mana hammas yarışdi, kelishgan tusaman. Sizlarmi shu endi? Lekin og'inlar, men bugun qaror keldim. Kimni olamiz? Kiymisak bo'ldi, men og'inal emas bo'ldi. Og'in ko'mamanmi? Vaqt soati kelsa-da. Vaqt soati kelganda bir gap qildi. Bunda. Qara ish qilib adash. Yo'q qili demisan, qolgan narsa qilib kelib bo'ladimi? Bo'ldi. Yo'q kirmayman deb xuddi tushunib qo'yapsiz. Alloqdan Rafael ikimizning portmonni o'g'irlamoqsan deb o'xshaydi. Voy, o'ta balob bo'lgan ishdan desam o'g'irlab oldi deb turibman. Nima kim chiqayan? Onang monda?
Mamşa buni qizg'onni ko'zda o'zini tutolmaydi. Adaş mağana şey kirsem oңайсызlanып kaldı. Sen kirip açıp ol adaş. Kirishimni hojati yo'q, hozir chaqirdi u meni. Yaxshimi ko'raman? Yaxshimi? Mana do'kon sizningmi? Yo'q, bu yerda ishlayman. Bir şey ishlayapsiz? Men kiyimlarimda chiroyli. Ha? Sizmi shu ka? Pek chiroyli ekansiz. Rahmat. Erken ada. Erken. İşte kılan Erken. Benim dedem. Adaş. Erken adaş. Mana sınım yaxshi ekan. Yaxshi ekan? Agar muoptim bo'lgan bo'lsa, ep bitdimmi? Ey, Ha? sening so'ning yo'q, ma'bding bor. Mana biz bo'ldik ha? Bo'ldi. Ataş. Men yana qizg'onni ko'rib, shapoqchilik Adam qilib bombayı seçmem sen. Ya ben abay dedim bu kadar kırmaydı sen. Bisiz kakatı. Ya ikinci buni qizg'onni Ana, çay ichi. Heh, rahmat tog'a. Qarasam qil yomon emas balda qilib tursa, shuni kirgizdim. Deya nima gaping bor de? Tog'a, mundaq ish. 2 yilning oldida saboqdishimning dadisimi sizga o'xshash mukofotga erishganlik telefonni topshirib olibdi ekan. Qarshi taraf ularning uyining adresi, ism, familiyasi degandek barliq uchurlarni to'liq biladi ekan. Shunga sizningmi? Bu ishning men bilan nima munosabati? Saboqdishimning dadisi mukofotga erishibdiman deb xush bo'lib, qarshi tarafning degini bo'yicha ularga bosh bo'ldi deb pul urib beribdi. Biroq pulni urib bo'lib, qarshi tarafga telefon qilib faqatla ololmabdi. Bu ish yana men bilan munosabat sizga. Bu ikkisi ikki kishi tursa, Tog'a, hozir aldamchilikning turi ko'p. Telefon aldamchiligi dal shularning bir turi. Mening sizga ziyonkashligim yo'q. Sizning mukofotdan ayrilib qolishingizni xohlamayman. Shunga sizning ahvolni yaxshi egallab, ondan qaror chiqarishingizni umid qilaman. Chunki saboqdishimning dadisimi mushundoq ochiqdan o'lib ketgan. Bir qancha kundan buyon dadam meni sirtqa chiqib qo'ymayotdi. Sizlar har kuni o'ynab pul zerikmaydi ekansizlar. Anlamazsan dadamın bir şey çakamam yok. Ya ma sen şu meğiz qarab ish topibsan. Kemal kelse ismini özgürtmem. Voy. Ya mushta yaxshi yakmi chaqas falan bo'lmab qolamay. Men xar deb o'ylab qolibdi qasinglar. Endi ko'rib qo'yash-a, mening nochiligimni. Doğru eskip şu bu. 多大？sening revmatizm kasaling bor edi-ku. Mana ko'ray, mana. Huaxong Xiaohuigao. Sap to'g'ri. Og'riq to'xtatish unumi yuqori. Zaharni tozalab, tez ta'sir qiladi. Pay va ustixonni asrab, qayt qo'zg'alishni saqlaydi. Huaxong Xiaohuigao. Xiaohuigao? Xiaohuigao chapligi sizga boshqacha dada ato qiladi. Adaş ben Rafael'e bir telefon koyday. Ha bereyim. Ya düşmeme. Ma'qul. Voy, Adaş mındaq bir işte sangday. Filora So'z saroyida kiyim setibdi. Sening bu ishni fuqarosi yaxshi ularmiki deb o'ylab telefon qilishibdi. nima? So'd saroyda? Rahmat adash. Bo'ldi, ma'qul. Amsa sizlar chandurib qo'ymanglar. Men o'zim uni izlab baray. Ma'qul. Rahmat. Oyoq arzimaydi adash shunday demagini. Xo'sh. Xo'sh. Tog'a, meningcha bu aldamchilik bo'lishi mumkin. men o'ylanib qoldim. Telefon aldamchiligi yoki emasligini qanday uqmaysiz? Mundaq bo'lsin. Siz telefon qilgan odamga telefon qaytarib, men bankdan pulni chiqarib oldim. Shaxsiy bojni qanday topshiramiz deb so'rang.
bo'lmadi. Tog'a, aldirmang. Bu nomerlarga telefon qilsangiz og'ili bo'lmaydi. Biroq ular sizning nomeringizni ko'rgandan keyin uzun o'tmay cho'qim sizga telefon qaytardi. Hargiz aldirmang tog'a. Sal turib sizga qaytardi. Voy, Yaxshimisiz? ha, yaxshimisiz? Siz Mehmet efendim bo'lamsiz? Men shundoq, men shu. Muborak bo'lsin efendim. Sizning nomeringiz bizning bu qitimliq setish faoliyatimizda birinchi darajalik mukofotga erishdi. Mukofot summasi 400 million naqd. Men yana bir muqimlashtirib aytay. Ismingiz Mehmet, shundaqmi? Ha, shundoq, men shundoq. Telefon nomeringiz Jungo telegrafi 189 22 44 3399, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Uyingizning adresi Urum shahri Saybog' rayoni Sisan ko'chasi 860 nomer. Bu uchurlar to'g'rimi? To'g'ri. Buni sizlar qanday bilib oldinglar? Siz burun bizning tor adresimizdan mahsulotimizni sotib ekansiz. Bu shu vaqt siz qoldirgan uchurlar. Siz mukofotga erishdingiz. Bu mukofotni olamsiz yoki Ha, olma. Birinchi darajalik mukofot bo'lsa, buni olmasam qanday qildi? bo'ldi efendim. Endi mening talabim bo'yicha mashg'ulot qilsangiz bo'ldi. Ma'qul. Davlatimizning boj siyosatiga asoslangandan sizning bu qitimliq topshirish tegishli boj summangiz 40 million. Siz bojni topshirgandan keyin ondan mukofot pulini normal siltalaysiz. Buni tushunamsiz efendim? Ha, buni tushunman. Undaq yaxshi. Endi siz menga bank kart nomeringizni aytib bering. Mukofot pulini shu kartaga urib beramiz. Ha, bo'ldi. Bundan qilib turing, ha? Voy. 62 17 00 45 30 00 14 17 14 7. Shunaq. Oxirgi uchqansi 14 7. To'g'ri. Bo'ldi efendim. Endi kartoq pul kirganlik uchuriga diqqat qiling. Ha, ma'qul, rahmat. Tuzut qilmang efendim. Qanday uka? Buni qilimda esa 400 ming qo'y keldi mana. Tog'a, pulni boshda ursin. Ondan bir nim deyli. Ma'qul, saqlab boqayli. Mana 400 ming qo'y. Men dedim-ku 400 ming qo'y pul kirdi deb. Qara 400 ming qo'y. Voy. Mehmet efendim, yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Birinchi darajalik mukofot summasi 400 million topshirib oldingizmi? Ha, shundoq topshirib oldim, ha. Siz uchun mulozimat qilganimdan to'liq xursandman. Ha, rahmat. Tuzut qilmang efendim. Mukofot pulini topshirib olgan bo'lsangiz, tegishli boj haqini topshirib olsangiz bo'ldi. Ha, endi bu bojni men qanday topshiraman? Bojdarsizlik berib topshiramda? Bormisangiz bo'ldi. Bizning bu qitimliq faoliyatimizda mukofotga erishganlar qulaylik yaratish uchun boj idorasi bilan oldin aloqa qilishib, telefon uchuri orqali boj to'lashni yo'l qo'ygan. Boj idorasining sizga bevosita avatgan uchuriga asosan mashg'ulot deb basangiz bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ondan so'ng men uchur saqlab boqay. Bo'ldi, ma'qul. Rahmat, ha? Ma'qul. Hozir uchur keldigan bo'ldi. Uchur kelsa 400 ming qo'y pul. Uchurni saqlab boqay. Voy. Anachbek skiyadash. Ko'nglim ishib ketdi. Endi keyin qo'yning qiliqini ko'rdingmi? Udud tag'anni. Faqat yoqmidi ham o'rtog'im Set qilib qo'ydik. Sen bir gapda adash. Burun qimotim izlabdi meni. Eliqqa seni tashlab ishga ketganlik shuma? Umid uning sunini to'qibdimi, ha? Kim deydi sen ko'rishlik deydi. Ha. O ko'rishgan bilan nim deyman bu tantirab qo'ydim adash. Nimaga tamtiraysan? O'zim ko'z tutib qo'ymamsan, seni tashlayotganiga qanday qilganligiga pushaymon qilzatmamiz deyman. Qanday qilaman? Ashta qilishni kutib qo'ysam. Mana mashina chiqdim. Yaxshimi? Yaxshisanmi? Sen ichimda qo'yib qo'ygan. Voy, rahmat. Meni nima yaxshi ko'rdim, qam bilsanda. Men bilan ayrilib ketib, o'ruqlab ketdingmi, nima? Nima? Ha? Voy, men samirib ketdim, tiqay 2 kilo. Bek samirib ketibsan. Ha, sen-chi qardab ketdingmi nima?
Ko'zing qar ko'rinayotganda. Ya endi ko'mirdan yana qolib qolganmiki deyman o'g'a. Chachaq qo'ydim. Meh, shuni bilib Sama o mehmon og'ash kelgan. Samoya. Rahmatjima. Arzimaydi. Tibda tilting kelib qoldi. Voy. Ha, men shu. Ha. Yo'q, u klubni cho'qim olmasa qolmaydi. Ha. Pul tayyor. Undan sirma. Chima? Telefonimni sat bo'lganmi ya? Nimani? Telefonimni sat bo'lganmi ya? Telefona? Mana 40 ming yuan uchurni dalillang deydi. Dalillash. Hey, tağa, basmang. Bu balkim siz ularga topshirmoqchi bo'lgan bojning so'misi bo'lishi mumkin. Bu 40 ming yuan pulni men topshirmasam 400 ming yuan pulga men qanday erisha olayman? Tağa, telefoningizga qancha kart bog'liqliq? Bo'lmasa, bojni bayamqi mukofot pulini urgan kartingizdan topshirsangiz bo'ladi-ku. U chaqda sizga ziyon bo'lmaydi. To'g'ri. Bu deganingmi to'g'ri. Undaqda men bu kartini bu telefonimga ulay. Ulab qo'ygandan keyin andan bir narsa deyli. Mishani basam-da. Ha. To'g'ri. Bank kartasi. Ulash. 62 17 43 Muqomlashtirish. Ketdi. Bu mashg'ulot mag'lub bo'ldi deydi-ku. Tağa, kartingizga pul so'masini tekshirib beqing. Bu to'xtab tur. Bu qanday kelib ketdi bu? Ha? Kartada 10 yuan deydi-ku. Bu 400 ming yuan pulchi. Qanday? Ey, bu asta. Bu 您好，您拨打的号码是空号，请查证后再拨。 Anlab beqing. 您好，您拨打的号码是空号，请查证后再拨。 Bu qanday bo'lib ketdi bu endi? Tağa, bu yoqqa qarang. Men sizga bir narsa ko'rsatay. Ey, bu qarang. Bu taqlidiy pul yutkash almashtirish detali. Hozir degan tor davri. Aldamchilikning turlari har xil. Aldash usuli to'limi ko'p. Shunga siz astoydil bo'lishingiz kerak. Ey, rostla. Ey, abay tas qapti menchmi aldinib qolg'ili. Ey, rahmatchima sana. Sen bo'lmagan bo'lsang, rostla aldinib qolarkan menchmi. Sana ko'pdan ko'p rahmat. Seni bir mehmon qolmasa bo'lmaydi. Jura bo'ldi. Chataq yo'qdi. Mancham qolsam o'shilib ketibdi. Mancha tutib tur. Mushu pesla almashqa vaqtida reumatizm qo'zg'alib bek og'ir kechirdim shu bitta. Rahmayim! Nima bo'ldi-ki? Menda yaxshilarini topmamsa deyman, nima? Aslını unutma uzsanmı gökte Arganda konarın yerini oylap koy Hayatın keynidin mamatnu hem bar Ötmeydi o küllerin künde oynap dur Ağrınma putunga kirgende tiken Çünkü sen onunla özünde sigen Sayırmasız içen